homilani nogiron qilib qo'yishi mumkin bo'lgan 5 ta xatolik. Birinchisi, foliy kislotasiz boshlangan homiladorlik. Bu holatda tanangiz yangi qurilmoqchi bo'lgan hayotni zaif poydevorsiz qoldiradi. Ikkinchisi, asab va g'azab to'foni. Tanangizdagi har bir stress homilangizga jimgina zarba beradi. Uchinchisi, o'z boshimchalik bilan bilib bilmasdan dori vositalarini, ayniqsa antibiotiklarni qabul qilish. Chunki ular siz bilmagan homilaga salbiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchisi, infeksiyalarga befarqlik, hatto oddiy shamollash ham agar e'tibor berilmasa, juda ham salbiy asoratlarga olib keladi. Va beshinchi, hozirgi kunda urfga kirgan xatolik homilador qizlarimiz orasida chekish hamda ichish. Yodda tuting, har bir tutatilgan sigareta hamda har bir ichilgan tomchi jajji yurakni bo'g'adi. Sog'lom farzand dunyoga keltirishni xohlasangiz, ushbu xatoliklarga aslo yo'l qo'ymang.